Halo, yaxshimisilar? Bu bo'lsa, Milliard sahnasining naq maydon axborot e'lon qilish yig'ini. Masalan, o'tgan dapagan Parizatda mushu har qanday san'atkor va programmalarning ishi bo'lib qolsa, mardonlik bilan o'tirg'i chiqib, aktiv ovoz qo'shdi deb. Albatta, har qanday bir ishning sabab bo'ldi. Hozir Shamsiyadan so'raydigan savolim mush programmaning tojdorligini elishdagi sabab va maqsadi. Undaqda Parizatning og'zidan mush bayonlar biroq anglab boqqan bo'lsa, mush Parizatni deyman. Ismi jismi shundan loyiq kelganjimi? Raslan menjim kitoblarni o'qib bir chiroyli bir qizlar tasvir mush Parizatni go'zallik keldi. Albilan barliq ustozlarga salom. Mayli san'atkorlar bo'lsin, mayli korxonchilar bo'lsin, mening ustozim bo'ldi. Ben buraya Hamratgan bilan Ro'zaxon qarab shunda bir havas qilib ketdim. Mening shunday ustozim bo'lgan Hürriyet opam. Odamning hayotida ma'lum bir insonlar sizning taqdiringizni haqiqatan o'zgartiradi. Shunda bir söyleyip ketdim. Hamratgan bilan mutimning salomat umrining uzun bo'lishini tilayman. Belki tez bunday bir munosabatdan uni his qila olaman. Boya o'sha savolning javobini kelsak, shu Hürriyet opam bir hayat vaqtida ma'lum bir filmga tayyorlik qilib, shu mablag' uchun shunday yurib ketgan. Shu vaqtida men o'ylaydim, meningchi pulim bo'lsin-mamdu. Ashtaq bir filmni hech kimdan olib bo'lmay o'zimiz ishlasak bo'lmamdu deb shunday bir tipirlab ketgan vaqtlar esimda bor. Bu san'at bilan iqtisod rost ayrılmaydi ekan. San'atchilar yaxshi bir asarlarni ro'yobga chiqarish uchun shuni mayli muzikant bo'lsin, mayli aktyor bo'lsin, mayli usulchi bo'lsin, sahnaga o'zining muzikalarga, mana Ro'zaxondek mushtaq bir sahna, bir yil tayyorlik qilgan, mush ajrga chuqur iqtisod bo'lganda andan yaxshi bir asar chiqib ekan. Men videoni qilib, mana 5-yilgacha bizning qo'limizdan kelgancha nurg'un cho'ng san'at mushtaq nomorlarga mablag' sig'ib ketdik. Balkim bu ishkaylar hozir Ro'zaxonning yaqin og'insi ishkaylarning gapini anglab Ro'zaxonning qanchalik baxtliligini his qildim. Men Ro'zaxon bilan bir 2 yilning oldinda deyman, G'uljida o'sha o'tganimizning butun vokalchilarimizni olganda bizni ajoyib bir huzurli, ajoyib bir kulkilar bilan yo'lga solgan. Shu vaqtida men bek yaxshi ko'rgandim. Men o'zim bo'rtalalig o'g'ashdim, kichikimizdan o'sha chaqchaqlarni chiq anglab cho'g'gan. Undan keyin men o'zim mush Milliard sahnasini pulga sotib ko'rdim. Qo'g'lab ko'rdim. Men sizning mestaningizdan birisi. Şunun için bu kitabı ben Şemsiye'nin elçilikde, Şemsiye bizim bir yaxshi ko'rgimiz oldu. Ben üçümüz tamak yapılan birinci kitabdan buldu. Biz alaylı yaxshi bir muştaq bir eserninki ikinci sınavı, üçüncü sınavı muştaq bir ro'yab chiqarishiga ben bir kişilik to'plamda qo'shay degan muştaq bir fursatda biz bu baş tajdorligini olib turibmiz. Bundan keyin hamkorligimiz uzundan uzun bo'lsin. Hamda shu ikki korxonchilarning tashqi ham faxriy shirkatining so'zlari texnik bo'lsin. Korxonchilik bektasga. Hammamiz mayli og'ir bo'lsin, mayli biz bulayli. Shu necha 10 ming, necha 100 ming protokollarni setish orqali hamda foydamizdan olib turib chiqardik ekanmiz. Korxonchilarni qo'llab berayotgan bizning televizor oldidagi programma oldidagi adamlarimizga rahmat aytamiz. Chunki sizlar qo'llashqa biz mushu foydani ko'rib, mushunday bir yaxshi asarlarga mablag' solyapmiz. Shuna hammamizning ishi o'ng'ishli bo'lsin, ustozlarning umri uzun bo'lsin, teni salomat bo'lsin. Bizning barliq pariyologlarning sizlarning texnik go'zal, texnik chiroyli ishlarni yaxshi turishni tilayman.